Nima bu? Chalvarim kirib bo'lgan, yuvib bering. O'zing yuvolmisan. Onam quvdi-ku, onam yuvib beribdilar. Endi o'zingiz yuvasiz. Buni menga. Qaramang, Nima qilaman? tikib berasiz buni. O'zing qo'lingga-ku. Tik. Onam tikib beribdilar doim. Onam quvdi-ku, tikib berasiz endi buni. Xotin olib kelmasam bo'lmaydi bu. Boshima chiqadi bu. Xotin, yur uya ketdik. Bormayman. Ha, qo'y qani, xafa bo'lma qani. Bir marta bo'ydi-da endi. Buyurdi-da. Bu narsani avval ana qizlar yozmasdan oldin o'ylash kerakdi. Tushundingiz? Bormayman. Bacham, onang kelmayman deyapti. Dada, hay quruq o'zingizni ko'tarib so'lpillab borgansizlar, ayol kishi romantika qilib borish kerak-da. Siz xafa qilgansiz onamni. Bir romantika qilib gul olib boring onama. Keyin keladilar. Gul olib olsam kelam. Ha? Xotin. Ha, kechir hay, men gul. Ketdik uya yur. Bormayman. Bacham, onang gul ham rozi bo'lmadi. Yana bitta oxirgi yo'li bor dada. Qanaqa? Onam pizzani yaxshi ko'radi. Pizza olib borsangiz keladilar u. Endi qanaqa pizzani yaxshi ko'radi, men qayerdan bilaman men? Onam Bellissimo pizzani yaxshi ko'radilar. Endi hozir men Bellissimoga borib kelaymi? Shuncha joyga? Yo'q, mana Bellissimoni ilovasidan zakaz qilamiz. 35 minut ichida olib keladilar. Undan tashqari Bellissimo pizza ilovasida yangi foydalanuvchilar uchun 70 ming so'mdan boshlab birinchi buyurtma uchun 30 ming so'm chegirma beriladi. Xotin, sen yoqtirgan Bellissimoni olib keldim. Qara, ana Bellissimo olib keldim. Endi ketamizmi? Yo'q, hoz ochma. Hoz och, uyda ochib yegaylik. Hozir yegasim kelib Hozir turasiz. ochma, uyda yegaylik. Yur. Olib ketamiz birga uyda choy bilan. Yur. Dadasi meni nima yaxshi ko'rishni bilasiz-a? Qani unichi? Yumshoq joylar senga qoldi-da. Shunga. Yana dadingiz meni? Zo'r ekanda, shunga ozgina yedim.